Naymanlar mag'lubiyatga uchragan paytlarda Nayman xoni To'yonxonning saroy kotibi, Uyg'urlarga mansub bo'lgan Tatatunga Mo'g'ullar qo'liga asir tushgandi. Temuchin uni o'zi bilan olib ketadi. Bunga sabab esa u yakson bo'lgan davlat muhrlarini hanuz o'zida saqlab kelayotgan edi. Tatatunganing sadoqatidan qoyil qolgan Temuchin uni o'z xizmatiga oladi. Shu tariqa Temuchin huzurida Tatatunga ishtirokida Mo'g'ul muhrdorligi lavozimining ilk asoslari shakllana boshladi. Tatatunga Temuchinning o'g'illariga Uyg'ur yozuvida Mo'g'ul tilida yozishni o'rgatish, shuningdek vazirlik darajasiga tenglashgan lavozimning dastlabki ko'rinishi sifatida rasmiy hujjatlarning ostiga muhr, tamg'a bosish va shu orqali ularni rasmiylashtirishni ko'rsatish vazifasiga tayinlangan edi. Temuchin Naymanlar ustidan g'alaba qozonganidan so'ng merkitlarga qarshi yurish boshladi. U Merkit xoni To'xtobekining qo'shinini tormor keltirdi. To'xtobeki esa Nayman xoni To'yonxonning o'g'li Kuchluk tomon qochdi. Shu tariqa Temuchin merkitlarni bo'ysundirdi. To'xtobeki Kuchluk bilan birlashdi. 1205-yil bahorida Temuchin Merkit xoni To'xtobeki va To'yonxonning o'g'li Kuchluk ustiga yurish boshladi. Temuchin Buxtarma daryosi yaqinida ularga hujum qildi. Ushbu jangda To'xtobeki o'q tegishi sababli halok bo'ldi. Uning o'g'illari kesilgan boshini olib, Qipchoqlar yurtiga qochib ketishdi. Kuchluk va uning odamlari najot topish umidida Qoraqitoylar hududiga qochdi. Temuchinning To'xtobeki va Kuchluk ustiga yurishi Mo'g'ullarning maxfiy tarixida 1205-yilda bo'lgani qayd etilgan bo'lsa, boshqa tarixiy manbalarda 1208-yilda yuz bergani ko'rsatilgan. Temuchin merkitlarning qolgan kuchlarini yakson etish uchun Subutoyni yubordi. Merkitlarning qolgan kuchlari Subutoy tomonidan butunlay tormor qilindi. 1204-yilda bo'lib o'tgan jangda Nayman xoni To'yonxon mag'lubiyatga uchragach, Jamuxa butun ittifoqdoshlaridan ayrildi. U yonida faqat 5 sodiq do'sti bilan tog'larda qochib yurdi. Oxir-oqibat Jamuxaning o'z odamlari uni qo'lga olib, Temuchinga topshirishga qaror qilishadi. Ular asirga olgan o'z xonini Temuchinning huzuriga olib bordilar. Temuchin ularning Jamuxani sotganini ko'rib, qattiq g'azablanadi. O'z xoniga xiyonat qilgan kishilarning yashashga haqqi yo'qligini aytadi va sotqinlarni darhol qatl ettiradi. Temuchin o'z do'stini to'liq kechirishni, eski do'stligini tiklashni, uni o'z safiga qo'shilishni va ittifoqchi sifatida birga ishlashni taklif qildi. Ammo Jamuxa bu taklifni rad etdi va qoni to'kilmasdan o'ldirilishini so'radi. Temuchin uning iltimosini qabul qildi va Jamuxa zodagonlarga xos tarzda qoni to'kilmasdan o'ldirildi. Jamuxaning yo'q qilinishi, shuningdek tatarlar, kiroyitlar, naymanlar, merkitlar va boshqa mayda qabilalarning o'z yetakchiligi ostida birlashtirilishi uni butun mintaqaning yagona va eng qudratli kuchiga aylantirdi. Mo'g'ullar 1205-yilda Sisiya, Tangut qirolligining chegara hududlariga bostirib kirdilar. Bu rasmiy sababga ko'ra, Kiroyitlar xoni To'g'rilxonning o'g'li Shingunga boshpana berilgani uchun qasos tarzida amalga oshirilgandi. Temuchin nazarida, agar eski dushman rahbarlar uning nazoratidan tashqarida o'z faoliyatini davom ettirsa, u barpo etayotgan yangi ijtimoiy tartib izdan chiqishi mumkin edi. Biroq bundan ko'ra amaliyroq sabablarga ko'ra
Bu yurishlar birinchidan Mo'g'ul iqtisodiyotini yangi boylik va chorva bilan boyitish, ikkinchidan Sisiya qirolligi haqida ma'lumotlar to'plash, uchinchidan esa turli qabilalardan tashkil topgan yangi qo'shinlarni jangovar tayyorgarlikda ushlab turish hamda endigina shakllanayotgan Mo'g'ul davlatini himoya qilish maqsadida yarim dushmanona davlatni zaiflashtirish uchun qilingan bo'lishi mumkin. Mo'g'ullarning Shingunni qo'lga olish yoki yo'q qilishga bo'lgan urinishlari samarasiz yakunlandi. Ammo ular behisob o'ljalarni, ayniqsa ko'plab tuyalarni qo'lga kiritdi. Shingunning qo'shinlari tomonidan amalga oshirilgan talonchiliklar tangutlarni o'z hududidan Shingunni quvib chiqarishga majbur qildi. Temuchin 1206-yilning bahorida Anon daryosining yuqori oqimida qurultoy chaqirib, unga barcha o'ziga bo'ysungan va yengilgan turli-tuman qabilalarning boshliqlarini taklif qildi. Ushbu qurultoyda Temuchin barcha qabilalar tomonidan Ulug' xon, Xoqon deb e'lon qilindi va Tep-Tengri nomi bilan tanilgan bosh shomon Ko'kechu butun xalq orasida Chingizxon unvonini berdi. Chingizxon o'z fikriga ko'ra har bir ishga bir qoida, har aybga bir jazo belgilagan edi. U tatar qavmlari yozuvi bo'lmaganligi sababli Mo'g'ullarga Uyg'ur yozuvini o'rganishni buyurdi. Uning istagiga ko'ra belgilangan qonunlar yozuvi o'tkazildi. Ichida qonunlar yozilgan qog'oz o'ramlarining hammasini Yasa nomai buzurg, Yasa buyuk kitobi deb nomladi. Bu kitobning nomi manbalarda Yasoq, Yoziq, Yasik, Yasa, Yaso deb keltiriladi. Ibn Kasir Al-Bidoya va Nihoya kitobida Mo'g'ullarning dasturi bo'lgan Yasa kitobidagi ba'zi hukmlarni Juvayniydan shunday naql qiladi. Zino qilgan kimsa xoh uylangan, xoh uylanmagan bo'lsin, o'ldiriladi. Kim bachchabozlik qilsa, sehr bilan shug'ullansa, oqmas suvga bavil qilsa yoki oqmas suvga sho'ng'ib cho'milsa, asirga taom bersa yoki asirga yeydigan narsa tashlasa, o'zi yeb yonidagiga bermasa, o'lim jazosiga tortiladi. Hamda birovga ovqat bergan kishi avval o'zi yeb ko'rsatishi lozim. Barcha ko'chmanchi turli-tuman qabilalarni birlashtirgan Chingizxon yagona bir ulus yaratdi va bu ulusga Mo'g'ul ulusi deb nom berdi. Mo'g'ul imperiyasiga boshchilik qilgan Chingizxon keskin harbiy islohotlar amalga oshirib, natijada dunyodagi eng qudratli qo'shinlardan birini tashkil etdi. Ushbu qo'shin Chingizxon hokimiyatining tayanchi, uning qudratining asosi bo'lib, u a'lo darajadagi jangovar tayyorgarlikka, qat'iy intizomga va mukammal harbiy tuzilmaga ega edi. Chingizxon o'z qo'shinini eski qabila yoki urug' tamoyillari asosida emas, balki qat'iy o'nlik tizim asosida qayta tashkil qildi. Bu tizim harbiy intizomni kuchaytirdi, qabilalar aro ziddiyatlarni bartaraf etdi va markaziy hokimiyatga bo'ysunishni ta'minladi. Mo'g'ul jangchilarining asosiy quroli o'q-yoy edi. U dasht urushlari, janglari uchun eng qulay va umumiy qurol sanalardi. Shuningdek, ularning jangovar aslahalari orasida dushmanni ot ustidan tortib tushirish uchun mo'ljallangan temir ilgakli nayzalar, egri qilichlar va qisqa boltalar ham bor edi. Har bir Mo'g'ul jangchisi o'zi bilan kamida 3 ta ot olib yurardi. Bu esa ularning doimiy jangovar tayyorgarligi va yuqori harakatchanligini ta'minlardi. Keshik nomidagi xonning xos soqchilar bo'linmasi tuzilganda, kunduzgi xos soqchilarning soni 70, tungi xos soqchilarning soni 80 nafardan iborat edi. Keshiklarning tarkibiga shuningdek o'qchilar, oshpazlar, axtachilar, xo'jalik ishlari mutasaddilar ham kiritilgan. Chingizxon keshik tuzilishiga sezilarli o'zgarishlar kiritadi. Uning sonini 10 ming nafarga yetkazadi.
Ushbu keshik tarkibiga asosan zodagonlar va no'yonlarning farzandlari yoki butunlay erkin odamlargina kira olgan. Keshik bo'linmasining hatto eng oddiy askari ham qo'shinning boshqa qismlaridagi mingboshlardan ham yuqori mavqega ega edi. Chingizxon esa o'zining eng ishonchli sarkardalarini aynan shu keshik deb atalgan xos soqchilari bo'linmasidan tanlardi. Mo'g'ullarning bosh shomoni Tep-Tengri nomi bilan tanilgan Ko'kechu o'zining diniy, ruhiy hokimiyatidan foydalanib, Chingizxonning siyosiy hokimiyatiga tahdid sola boshladi va uning oilasi ichida kelishmovchiliklar keltirib chiqardi. Chingizxonning rafiqasi Borte xotun vaziyatning xavfliligini anglab, erini ogohlantirdi. Natijada Temugu Chingizxonning yashirin roziligi bilan Ko'kechuning o'limini tashkil etdi. 3 nafar soqchi uning qonini to'kmasdan belini sindirib o'ldirishdi. Chingizxon 1207-yilda o'g'li Jochini o'rmon xalqlarini o'z hukmronligi ostiga olish uchun yubordi. Oyrotlar jangsiz taslim bo'ldi. Jochi oyrotlar, buryatlar va boshqa qabilalarni bo'ysundirgach, qirg'izlar tomon yo'l oldi. Qirg'izlarni ham bo'ysundirgach, u orqaga qaytdi. Oyrotlar birinchi bo'lib taslim bo'lganligi sababli Chingizxon Oyrot hukmdorining o'g'illariga o'z qizini va Jochining qizini nikohlashga bergan edi. Shu tariqa yer yuzidagi o'lchovni butkul o'zgartirib yuborgan yangi, uchinchi kuch dunyoga keldi. Videolarimiz ko'proq kishiga yetib borishi uchun obuna bo'lib, do'stlaringizga kanalimiz linkini tarqatishingizni va videolarimizga like va izoh qoldirishingizni iltimos qilib qolamiz.